Avvalambor assalomu alaykum qadrli obunachilar. Yangi uy qurmoqchi bo'lgan akalarimiz uchun video baholasa bugun 5-yil 2026-yil mana baholasa o'sha Oxunboboyevdagi obyektamiz. Biz birdaniga baholasa betonlarimizni olyapmiz. Mana 280 balandlikda birdaniga biz betonlarimizni quyib olyapmiz. Ya'ni alyumin palatalar bilan. Baholasa mana obyektimiz sinovli birdaniga ko'tariladi. Mana shuni 3 kunda yig'dik, 4-kuni mana kuyyapmiz, 5-kuni yechib tashlaymiz baholasi. Mana 5 kun vaqt ketyapti. Mana shu ancha betonni kuyishimizga. Baholasi 100 kuba betonni atrofida betonni olyapmiz. Agar shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol o'zingizga murojaat qilaverasizlar. 97 kodi bilan 555 66 91 raqamiga telefon qilsalaring, baholasa chiroyli xizmatlarni qilib beramiz. Bu alyumin palakani yana bir afzalliklari o'zida bor suyuqliklarni olib qoladi, taxtaga o'xshab chiqarib tashlamaydi, chimib olmaydi. Mana shu o'zida qoladi. Betonimiz yanada mustahkam bo'ladi. Hozir 300 markada beton olyapmiz. Shundan bitimizga ham yanada chiroyli baholasa bo'ladi. Yechkamiz yana bitta arzor qilib, bundan beri chiroyli ko'rsatib boramiz. Maslahatingiz ish holatlarini. Tagiga общий stashkalar bilan padishkalarni quyib olganmiz. Katkazlarni to'qib, baholasa mana endi beton kuyish jarayoniga ketyapmiz. Ustimizga yana bir qator regalar o'tadi, o'rtalariga g'ishlar uriladi. Ularni ham ish jarayonini ko'rsatib boramiz baholasa. Bunday xizmatlar kerak bo'lsa, yana bir bor qaytaramiz. 97lik kodi bilan 555 66 91 raqamiga telefon qilsalaring, baholasa shunaqa uylar, chiroyli uylarni xudoxolasa qilib beramiz. Hammaga shunday uylar qurish nasib qilsin. Obuna bo'lib qo'yamiz, obuna bo'lmaganlar shunaqa uy qurmoqchi akalarga jo'natib qo'yamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Doim salomat bo'ling.